Bugun biz Farg'ona viloyatidagi eng zo'r tadbirkor, sifatli va eng asosiysi halol biznesmen bo'lgan usta, ya'ni Iskandar usta Akfachi akamizni ishxonasiga keldik. Hozirlarga bu akamizni biznes haqida to'liq obzor qilaman. Videoni oxirigacha kuzating, chunki eng foydali video shu bo'ladi. Sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan akamiz Iskandar usta. Iskandar aka, assalomu alaykum. Aka, necha yildan beri faoliyat olib borasiz, ya'ni eshik-rom sohasida? Eshik-rom sohasiga adashmasam 12 yil bo'ldi, lekin undan oldin bizni kuzatadiganlar, bizni tanishlar bilishadi. Pol patolog pop o'qib yurgan ustalarimiz o'zi aslida. Iskandar aka, hozirgi kunda Akfa eshik-rom sohasida qanaqa yangiliklar bor? Hozirgi kunda yangiliklar juda ko'payib ketyapti. Kundan kunga o'zimiz ham to'g'risi ulgurmay qolyapmiz. Har xil surma sistemalar, termoprofillar, PVH profilda kattaroq, qalinroq seriyalar, ingichka profilli sistemalar chiqib ketgan hozirgi kunda. Ya'ni ular qaysilar? Ko'rishlari mumkin. Hozirgi kunda juda bizni nimamiz, assortimentimiz juda ko'p. 7000 Engelberg, 6500 Penta, 8000 Engelberg va termo profillari va undan tashqari byudjetli variant 6000 profillardan ham hozirgi kunda foydalanyapmiz. Sizlarda farqi nimada? Masalan, men bu alyumin, bu plastmassa. Juda zo'r savol berdingiz. Alyumin hozir ko'pchilik yangi dizaynda poldan uy qurishyapti, rom qoldirishyapti, ya'ni poldan. Ya'ni tagi poldan boshlanadi. Bu tabiiyki уже baquvvatroq rom qo'yish kerak. To'g'ri. Endi mana shu profilimiz shunaqa joylarga to'g'ri keladi. Agar sal romimiz bo'yi pastroq yoki hajmi kichikroq bo'lsa, 8000 profilimiz bor, mana 7000 profilimiz bor. Bular endi o'zimiz standart romlar, misol uchun 160 ga 130 standart uchraydigan tokchalik romlarga mos. Mana shu seriyalar mos. Ya'ni plastmassa o'zimiz standartga ishlaydi, to'g'rimi? Shunaqa. Ya'ni bu kattali panoramli romlarga juda ayni muddao. Iskandar aka, afzalliklaringiz yana nimada sizni? Bizning afzalliklarimiz imkon qadar mana shu zavod tarafdan taklif qilingan buni har xil ranglar borki, bunda laminatsiyali profillardan bemalol qilib berish imkoniyati bor bizda. Yana bitta afzallik jihatlarimizdan biri mana shunaqa ofisimiz bor. Xudo xolasa klientlarimiz kelib turib, bolalarimiz bor. Kerak bo'lsa o'sha dizaynlarini qilib, shu yerda chiroyli holatda ko'rsatib, listlarga chiqarib topshiriladi. Demak, hozir kelgan odam, misol uchun razmeriga qancha pul ketish kerakligi, qancha material ketadi, necha pulga bitish haqida bittada ma'lumot olsa bo'ladi. Ertaga aytib yuboraman, kechga aytib yuboraman. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Kerak bo'lsa shunaqa dizaynni qilib turib, romini bitgan o'sha ko'z oldiga keltirib beramiz-da. Qo'lida demak, bitkizib berasiz qog'ozda. Varaqqa chizib turib, bunaqa bo'ladi deyishimda yo'q. Keyin yana bitta bizda afzallik, o'tgan yildan ekan juda ko'p bizga misol uchun zamogin buzilib qoldi deyshadi, aynagim sinib qoldi deyshadi, yo rezinka alishtirish kerak deyshadi. Alohida bitta bolani servisga tayyorlab qo'yganmiz. Bizni ko'rayotganlar ichida ham o'zi biz xizmatimizdan foydalangan, servis xizmatimizdan foydalanganlar bor. Bitta telefon qilishadi, xudo xolasa haliga 24 soat ichida agar ishlari bo'lmasa, shu zahotiyoq borib o'sha joyda bartaraf qilib berishadi. Qancha muddatda, masalan, men sizdan eshik-rom oldim, qancha vaqtgacha sizga telefon qilishim mumkin? Bizga foydalanish uchun. Bizga siz rom qo'ydirganingizdan keyin romingiz biz yasab bergan rom siznikida tursa ham, bu bizning romimiz hisoblanadi. Borib misol 3 yilgacha deb o'zimiz nima beramiz, garantiya beramiz. Borib undan keyin ham misol uchun borib ko'rib berilaveradi bemalol. Demak, 3 yilgacha yo'q. Bu bepulmi? 3 yilgacha aytaylik bepul. Mabodo kliyentni o'zini tarafidan buzmagan bo'lsa, endi hozir klientlar sen noto'g'ri qo'ygansan demaydi. Xudo xolasa borib chiroyli qilib to'g'rilab beriladi. Aka, bu showroomingizda mana shu eshiklaringiz haqida ham, jalyuzi ham boshqacha ekan-a? Buni bitta tanishtirib o'tirsiz. Lisse jalyuzi. Kerak bundan ham bor, xudo xolasa. Bu Aldox eshik. Aldox eshik hamma biladigan alyumin eshik deyilardi. Hamma biladi. Bu undan keyingi chiqqan pokoleniyasi oldin imzoda bo'lardi. Chempion degan profil hozirgi kunda akfachilarga ham berishgan. Bu BKS 50 profilimiz. Ko'rinishi, ochilib yopilishi hamma biladigan termo 70 da ko'rinishini, ochilib yopilishini beradi. Lekin issiq sovuq termochalik ba'zi bunda. Endi bitta savol, qaysi biri ko'proq hozir klientlar zakaz beryapti?
Hozirgi kunda klientlarga biz tushuntirsak, ko'pi mana shundan tanlashyapti. BPSL profildan tanlashyapti. Klientlaringiz o'zi kelib bemalol xohlagan eshigini ushlab ishlatib ko'rish imkoniyatini qilib qo'yibsiz-da. Mana bu deriverensligimi nima deydi bu? Bu ham bir boshqacha chiroyli ekan. Shotlankalari ham chiroyli ochgan ekan. Bu qanaqa uylarga mos tushadi? Bu imенно o'sha aytganimdek, poldan qo'yiladigan romlarga juda mos keladi. Mos keladi, ha? Eshik romlarida chiroyga yana chiroy qo'shadigan narsa, detallar bor. Bu shotlankalar, ko'rib turibsizlar, buni tillo rangi bor, profilda o'zini rangidagilari bor. Bunaqa gulliklari bor. Hozir rosa moda bo'ldi shu shotlanka qo'yish. Hozir shunaqa moda bo'lyapti. High-tech fasonlarga, lekin buni to'g'rimizda turgan eshikda qarab moda bo'lyapti. Moda bo'lyapti. Yana bitta hozir yangiligimiz, hozir ko'p joyda studiyniy formatda kvartiralarda, xonadonlarda remont qilishyapti, ta'mirlashyapti, lekin oshxonasi ham qo'shilgan, ochiq bo'ladi. Ha, o'shani ajratib qo'yish maqsadida hozir yangi mana shunaqa surma sistemalar chiqib ketgan. Qo'ysak, oshxonadagi hid-xush, har xil shovqinlar, bu ovqatlanib o'tiradigan xonaga yoki o'sha studiyniy formatda televizor ko'rib o'tiradigan xonalarga ovozlar chiqmaydi. Yengil ekan ochilib yopilishi. Ha, 3 ga ham bo'linadi bu. 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Ha, tushundim. Uzunasi necha metrgacha bo'lishi mumkin? Odatda bizda proyomlarda 6 metr qoldirishadi. O'sha 6 metrga bemalol buni moslasa bo'ladi. Ha, 6 metrga 6 ta shunaqa ko'zli qilib qo'yilsa bo'ladi. Ha, yana bitta zo'r narsa bor hozirgi kunda. Issiq seriya hisoblanib, bu faqat tashqari bilan ichkarini o'rtasiga qo'yiladigan seriyamiz. BNCam 65 deyiladi, surma sistema. Buni ochilib yopilishi qiyin bo'lmaydimi? Mana bitta barmoqda ochib yopiladi bemalol. Shuna Iskandar aka, hozir bir narsaga e'tibor bo'lib qoldi. Barmoqqa nima qilgansiz? Barmoqqa o'sha usta bo'lgan paytimizda bir litsenziya bo'lgan. Litsenziya, sertifikatni olgansiz. Akfa kompaniyasi tomonidan har yil o'tkazib turadigan har xil seriyalarga master klasslar bo'ladi. Kerak bo'lsa o'zimiz yoki katta ustalarimiz bo'ladi, seximizdagi sex boshliqlarini jo'natib turamiz malaka oshirishga. Iskandar aka, men bilaman, Farg'onadagi eng katta akfa eshiklarida yasaydigan odamlardan birisiz. Siz stanoglaringiz haqida ham bir to'xtalsangiz, umumiy hisobda necha pul оборот olgansiz va qanaqa nima texnikalaringiz bor? Buni yuring, ichkarida ko'rsataman. Birinchi bo'lib, endi u stanok sotilib ketgan-u, mana shu stanokdan ish boshlaganmiz. Birinchi bo'lib bitta olgansiz. Bitta mana shu stanokdan. Mana aytib o'tishim kerak, mana shunchalik joyda ish boshlaganmiz. Mana shu turbadan mana shunchalik joydan ish boshlagan. Demak, 3 ga 5 metrli joydan boshlagan. Mana 3 metrga borgan, 7 metrli joydan ish boshlaganmiz. Keyinchalik ishlarimiz ko'payib, ishchi soni ko'paygandan keyin joylarni kengaytirib. Hozir ko'ryapman, bir 8 tacha texnikangiz bor-a yoki shunaqa. Ko'proq. Nech puldan har biri? Masalan, bu nech pul, u turgani nech pul? Buni yaqinda qo'ydik. Bu chipu stanok deyiladi. Avtomatik o'zi zamok ochadi. Har xil seriyadagi profillarga zamok ochadi. Buni 3300 ga oldik yaqinda. 3300 ga? Uni stanogingiz narxi qancha? Bu stanogimiz termopress deyiladi. Bu asosan termo profillar burchagini bir-biriga siqadigan, ya'ni siqadigan nima stanok. Bu hozirgi kunda adashmasam 4700-4500 atrofida turadi yangisi. Demak, sizdagi har bir jarayonda shu apparatlar bajaradi. Ya'ni qo'lda unaqa yo'q. Imkon qadar qo'l mehnatini kamaytirishga harakat qilganmiz. Endi bu stanoklar ko'p bo'lishining sababi ko'proq seriyalar bilan ishlash imkoniyatini ko'paytiradi. Bundan keyingi maqsadlaringiz nima? Bundan keyingi maqsadlar bu xohlasa bir 5 yilda o'zimizni bir klaster hozir endi seximiz ham bor. Klaster bo'lib, nima deydi, kattaroq quruvchilar bilan akfasini ham qilib, MDFni ham qilib bir fabrika darajasiga chiqish xudo xolisa. Hozirgi kunda nechta xodimingiz ishlaydi sizda? Hozirgi kunda bizda mana shu seximiz o'zida montajchilar bo'lib, sexda yasaydiganlar, shopirlar bilan 11 kishi ishlaydi. 11 kishi. Undan tashqari servis bo'limimizda 1 kishi bor. Yana o'zimizdan ortib qolgan ishlarni yana bitta sex yaxshi og'ayni bo'lib ketganmiz. Hozirgi kunda Otabekjon degan sex bor. Sexi bor, Otabekjonga beramiz. Hatto ham 3 kishi ishlaydi. Siz odamlaringiz ishlaydi. Ular o'zi alohida sex, ular bilan outsource ishlaymiz. Biz zakozni olib beramiz, material bilan ta'minlaymiz, aynagini olib beramiz. Xizmat ko'rsatib berishadi sizga. Xizmat ko'rsatib berishadi. Shu kungacha eng katta shartnomangiz kim bilan bo'lgan, nimalar qurib bergansiz? Ya'ni xizmat ko'rsatgansiz. Eng katta shartnomamiz menimcha qadrdonlar, hamma biladigan Farg'onadagi qadrdonlar qurilish kompaniyasini birinchi qurgan domlari bor. O'zimizni qishloq qurilish banki orqasidagi o'sha yerga proyekt qilgan. Umumiy qiymati adashmasam $100,000 borgan. $100,000 borgan degan bo'laveradi. $100,000 bor. Hozir biz Iskandar akamizni MDF eshiklar ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Iskandar aka, bu sexingizda umumiy nechta odam ishlaydi? Hozirgi sezon bastligi uchun hozircha 5 ta odam ishlayapti, lekin yana bir 5 ta odam, umumiy 10 ta odamni ishlatamiz. Bizda bu seximizda
shunaqa xomashyo shaklida keladi MDFlar. Ha. Bu yerda biz borib roverga, pressga olib o'tirmaymiz. Shu yerda list holatda keladi. Mana shu yerda kesib, gullarini solib, mijozni har qanaqa injiq mijozga yoqadigan eshik ishlab chiqarib beramiz. Necha xil turdagi eshik ishlab chiqarasiz? Klient ko'rib turib, mashina chiqarib bersa chiqarib beraveramiz. Demak, ahamiyati yo'q. Ha. Gulini ham o'zlaringiz asli. Ha? Hozirda tadbirkorlarga ham eshik beryapsizmi? Ya'ni qayerlarga berasiz ishlar? Ha, hozirda katta quruvchilar bo'lsa, bemalol NDS orqali, pul o'tkazish yo'li orqali NDS bilan bemalol eshik yetkazib beramiz. Siz hozir tadbirkorlarga ham NDS chiqarib bergansiz. Ha. Juda ko'p tadbirkorlarga juda ham kerakli narsa bu. Aka, hozirgi savolim, siz magazin, do'konlarga ham eshik beryapsizmi? Hozirgi kunda qayerlarga berasiz? Hozirgi kunda o'zimizni mana shu Farg'ona shaharda ikkita do'konimiz bor. Polsha bozorining o'zida ikkita do'konimiz bor. Polsha bozorida. Ha, Ovolda ham do'konimiz bor. 5 bola bozor, Taxta bozorida ikkita do'konimiz bor. Endi atdan asosan katta ob'yomga ulgurmaymiz, ko'proq zakazlar kelsa, zakazlarni olib qilyapmiz. O'zi bu sohani endi boshlaysiz shekilli. Ha, hali 1 yil bo'lgani yo'q. Nechta uskuna apparatlaringiz bor aka? Ko'rib turibman, juda ko'p soni bor. Ha, umumda bu yerda uskunalarimiz mana bitta. Buni biz vertikalniy freza deyiladi. Buni necha pulga olgansiz? Bu adashmasam 1700 atrofida. Umumiy bu yerga tikilgan pul 17000 atrofida pul chiqdi. 17000 atrofida. Hozir o'sha oqladimi o'zini? Endi sekin-sekin oqlayapti. Hali bola deydi-yu. Endi katta bo'ladi, tushunarli. Aytganimdek, har qanday injiq mijozni talabini bajara olamiz. Buni ham bizni Germaniyadan kuzatib turadigan mijozimiz bor edi. Shularning eshiklarini hozir shunda bu eshik Germaniyaga ketadi? Germaniyaga ketmaydi, Germaniyada ishlaydigan akanikiga o'rnatamiz. Demak, aka, sizga murojaat qilgan odam xohlasa MDF eshigini ham bitkazib berasiz, xohlasa akfa eshigi, plastmassa eshigi ham deydimi, nima deydi? Plastik profildan, termo profildan hammasini bitkazib beraveramiz. Har qanday eshikron muammosi yechib berasiz. Ha. Hozirgi kunda qanaqa xodimga ehtiyojingiz bor aka sizni? Hozirgi kunda bizga yaxshi kraskachi xodim bo'lsa, juda zarur. Ish bor, ha? Necha pulgacha oylik to'laysiz? Kelishamiz, 6 million, 7 million oylik chiqadi, xudo xolasa. Umumiy hisobda akfa sexingizda, botda, keyin haligi yana bitta sexda umuman hisoblaganda hammasi bo'lib nechta xodim ishlayapti hozir? Hozirgi kunda hisobladik, adashmasam bir 25 tadan oshiq bo'ldi shekilli. 25 ta odam. Har biri oylik oladi. Albatta har bir oy oladi. Eng qiziq Kim narsa. bepul ishlaydi, hech kim bepul ishlamaydi-ku. Eng qiziq narsa hozir bir oyda deyarli 25 ta odam hisoblasa qancha pul oladi taxminan? O'rtacha plus minus endi qimmat oz oladigani bor, ko'p oladigani bor. Endi 4 milliondan hisoblayverasizda. Har birida. Bu bizni ayni seximiz. Bu yerda ham 2 kishi ishlaydi. Bizda shunaqa holat bo'ldiki, rosa sezon paytida ish tig'iz bo'lib qolgan paytda aynichilar ulgurmay qoldi. Keyin o'zimiz iloji yo'q, ayni sex tashkillashga majbur bo'ldik. Sizga sex ochish oson bo'ldi-da, xohlagan yo'nalishingizda yurgizib boryapsiz, ko'rsatamiz. Iskandar aka, mana shu oynayimiz bizga necha pulga tushadi? Ya'ni necha pul sotasiz shuni? Bu shotlankasi bilanmi, shotlankasizmi? Shu holati turishi. Endi o'rtacha klientimizga bu shotlankani 150 ming so'm hisoblaymiz. Paketimiz bor, ya'ni 100 ming so'mga to'xtaydi mana shu 2 qavat bo'lishi. Gulisiz. Umumda 250 ming so'm bo'ladi. Kenaraga e'tibor uchun rahmat. Bu akamiz ancha yillardan beri akfa eshik ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar va Farg'onadagi, qo'rqmasdan ishonch bilan ayta olaman, Farg'onadagi eng zo'r akfachi aynan Iskandar akam. Keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Pastda opsiyada yozib qoldirdilar. Bizni kuzatishda davom eting. Sotuvchi aka profiliga obuna bo'lishni unutmang.